juda ko'p savol kelib tushadi. Yoki bilet qo'yib bersangiz Amerikankidan yaxshi bo'ladimi, zo'r bo'ladimi, javobmi deyshadi. Javob zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Mana holat. Qora mashinaga yotib oladi bu. Mana bu Amerikanki. Bir yoq tomonda Amerikanka turibdi. Bir yoq tomonda biz qilib berayotganimiz qora bilan matvi qora gilansli kombinatsiya qilib beryapmiz. Qaysi biri endi bitta baho beringlar. Birinchisi chiroylimi Amerikanka, yo biz qilib berayotgan ishimiz chiroylimi? Birinchidan vidi chiroyli bo'ladi, ikkinchidan yorug'ligi zo'r bo'ladi. Ko'rinish jihatdan ham, ishlash jihatdan ham zo'r bo'ladi. Buni ko'rinish jihati uje hamma eskirdi shakilli, ko'z o'rgandi. Ikkinchidan nima led qo'ysangiz ham zo'r yoritmaydi. Bitta baho beringlar mana yaqindan. Hali optikasini taqmadik, chunki nastroyka qilmadik. Nastroyka qilib bo'lib optikasini taqamiz. Yanada chiroyli bo'ladi. Endi sizlarga mana Amerikanka. Nima deysizlar? Zakaz bersanglar bo'ladi, xohlasanglar men burchaga Amerikankani ham qo'yib beramiz.